Yaxşımsızlar dostlar, ben dostumla Ekrem. Biz bugün premier günümüz, yani premierda ekranga videonu üstü ve astığa kelişini günümüz. Yani paralel ünüm koşuşunu günümüz. Da olsa dersimiz başlansın. Maqallarga azalg'anlar, yaxshi bilan sog'lom tuman uzunroq go'zal chiroyli qadaqamatlik nazli taqatlik so'lti salopatlik balla. Premierini açqandan keyin videoni asti tarafdagi mashg'ulot ko'znikiga tashlab olamiz. Ust tarafdagi ekran 4K'lik ekran bo'lganligi uchun bizning ishlatmoqchi bo'lgan video HD holatda bo'lganligi uchun video 4K'lik ekranda kichik holatda ko'rinadi. O'ng tarafdagi qo'shish belgisini bosib ochilgan ko'znakdan Save Margins deganni tutib ostiga kelib olamiz. Save Margins, ya'ni bu belga ishlamoqchi bo'lgan videoninki ekrandagi ko'rinishini nihoyat o'lchamli holatda akilish uchun qo'llaniladigan bir shakl. Videoni chekib o'tgandan keyin ust tarafdagi Effect Controls qismiga kelamiz va Position qismidan videoni asti tarafga olib olamiz. O'tag'mi yaqin, butag'mi yaqin, ikkimizning ko'ngli pek yaqin ayna. Azalg'atamiz saqanalg'a. Konuk taxtisining altını besish bilan videoni tutib ust tarafga olamiz. Buning bilan videoni ko'paytirib olamiz. Ustidagi videoni chekib o'tgandan keyin Effect Controls qismidan Position qismidan videoni ust tarafga yerlashtirib olamiz. Ostidagi rotation qismini 180 qilib olamiz. Ust tarafdagi scale qismini 125 va ast tarafdagi videoning scale qismini 125 qilib olamiz. Position qismiga kelib, yon tarafdagini 1500 qilib olamiz. Ustidagi videoni chekib o'tgandan keyin Position qismiga kelamiz va yon tarafdagini 666 qilib olamiz. Ustidagi video tanlangan holatda opacity qismiga kelamiz va maskalashni bosamiz. Maskalangan yani tutib ishki videoning kesishga yeriga kelamiz. Shiftni bosish orqali maskalangan o'rinni tekshi holatda kengaytirib olamiz. Ostidagi invertedni bosib o'tgandan keyin ust tarafdagi mask feather qismini 170 qilib olamiz. Endi navbatda ishki videoning o'xshash holatda harakat qilish uchun yon tarafdagi effects qismiga horizontal yozamiz. Ochilgan ko'znakdagi horizontalni ustidagi videoga tashlaymiz. Hammana hop keldi mana. Ishki videoni tanlab mousening o'ng taraf knopkasini bosamiz. Ochilgan ko'znakdan nasni bosish orqali videolarni birlashtirib olamiz. Videoni chekib o'tgandan keyin ust tarafdagi sequence va sequence settings ochilgan ko'znakdan mashg'ulot ko'znikimizningki, ya'ni mashg'ulot qilinadigan rayonning 4K holatini biz HD holatga tushirib olamiz. Ustidagi uniform scale ni bosib o'tgandan keyin scale height qismini, ya'ni egizlik qismini men 80 qilib oldim. Ko'rayotganlaringdek bugungi darsimiz mana daxillashdi. Agar darsimizni yoqtirgan bo'lsanglar, kanalga a'zo bo'lishni va hambaharlashni unutmanglar. Unda bo'lsa, omon bo'linglar, ketdik. Mashrab, mashrab, mashrab. Söze dastan